Yo'lda baloningiz teshilib qoladigan bo'lsa, mana shu narsa bilan 2 minutda balonni yechmasdan ham yamab, ham damlasa bo'lar ekan. To'g'risi, men bunga ishonmadim. Hozir mana akamni o'zidan so'raymiz. To'g'rimi aka shu? Ishonmayapsizmi? Ishongim kelmayapti. Ko'rsatib beraman, keling mana. Teshib berasizmi? Optikangiz vaqt Mana sanares. Aka. Hozir teshamiz. Qani, bitta ko'raylik mana shu narsani. Ishonmadim. Mana ko'rsating mana. Teshib. Oxirigacha teshdim mana. Mana hozir olamiz. Qani, dami chiqadimi? Mana. Bo'ldi, mana teshildi, Havo teshildi. chiqyapti. Qani endi bitta yana ko'rsatib bering mana shu narsani. Ikkitasi yaxshi chaqaysiz. Aha, yechildi. Mana bu qismi tayyor rezolangan. Mana bu nikoga shunday bilasiz. Vulkanizatsiyaga yetib borishingizga bemalol yetadi. Damla bo'lgandan keyin 2-3 kilometr yurib olasiz, чтобы kile hamma yog'iga yetib borib, teshikni o'zi topib borib yamasligi uchun. Bo'ldi, hozir damla bo'lgandan keyin bitta yurib ko'rsatib berasiz bo'lmasa. Yetarli bo'ldi. To'xtatamizda. Yetadi. Agar mashina balon dami kam bo'lsa ham oxirigacha to'ldirib beradi. Men hozir prosta mana shu ko'rsatib beraman. Mana teshik. Yerdan chiqyapti. Hozir yurib kelamiz, to'xtaymiz. Qani, belgilab qo'yamiz sizlarga yolg'on bo'lmasligi uchun. Mana shu qatorda. Endi bu ovoz yurgandan keyin balondan o'chib ketish ehtimoli bor buni. Shuning uchun oxirigacha mana ko'rsating. Mana bu tarafini ham ko'rsatyapmiz. Mana. Buni ishlatib bo'lgandan keyin mashina ozgina yurib yuborish kerak ekan. Qoyil, mana shu narsa mana O'zbekistonga kelibdi. Dergon brendidan. Mana akamiz yetib keldi. Qani ko'ramiz endi. Uni ro'parasi dedi. Ha, ro'parasida. Qani? Qani? Yo'q, xarita bormi? Yo'q. Qoyil. Qoyil, mana bir dona ham havo chiqqani yo'q. Bu bilan nafaqat vulkanizatsiyagacha, balki bemalol uyingizgacha ham yetib olsangiz bo'lar ekan. Aka ishondim. Endi ishondingizmi? Endi rostdan ishondim, gap yo'q. Butun O'zbekistonga yetkazib berish xizmatimiz bor, to'g'rimi? Bor. Xohlasalar uzun marketda olsalaring ham bo'ladi. Dergon deb yozsa bo'ldi, chiqadi, to'g'rimi?